rakoviy holat chiqqan. O'shuning uchun shirokiy konizatsiya bo'lgan. O'shuning uchun biz gistologiya olganmiz. Agar demak to'qima darajasida bachadon bo'yni epiteliy qavatini o'zgarish holatlari bo'ladigan bo'lsa, endi uni ham darajasi bor. Tin 1 masalan nachalniy 1 yildan 5 yilgacha vaqtni o'z ichiga olishi mumkin. 2 predrakoviy holat hisoblanadi. Ana shunaqa holat bilan kelgan u qarindoshingiz, o'shaning uchun biz undan saskop, qirinda olib, gistologiya olib tekshirib, undan keyin demak bitta xulosaga kelganmiz. Xo'p, bu yerda demak erozivniy ektropion, ya'ni tug'ruq bo'ldi, bachadon bo'ynini demak ichki qismi epiteliy qavat tashqariga chiqib qolishi mumkin. No, biz mana shu holatda ham bironta xavfli ertaga 10 yildan keyin asoratga olib keladigan holatni o'tkazib yubormasligimiz uchun analiz olib tekshirib qo'yamiz. Xo'p, endi buni nima qilish kerak? Endi mana shunaqa qizarishlar paydo bo'ladi, uzoq vaqt выделенияda yursa, родовой travmalar, spirallardan keyin. Shunga papmazot, VPC screening обязательно. Hozir mana shaykasi toza bo'lsa ham poliklinikada bu analizlar qimmat analizlar, lekin davlat tomonidan tekshirilyapti o'sha har bitta ayolning hayotini saqlab qolish maqsadida. Xo'p. Endi ikkinchi diagnozimiz mana shunaqa qizarishlar paydo bo'ladi poyga holatlardan keyin mana shunaqa virusli sabablar bilan ham paydo bo'lib qoladi. Hammasini rasmga oldingiz, hammasi demak chiqishayotganda qichishib bezovta qilib chiqadi bular. Endi ahamiyat balkim bermagan bo'lishingiz mumkin. 10 ta ayoldan 7 tasida bo'lishi mumkin mana shu holat. O'shaning uchun tekshirilyapti.